Amerikada Meksika chegarasidan bir bola, bir yigit velosipedni minib, yelkasida bir xalta yuk bilan o'tyapti ekan. Politsiya to'xtatdi. Nima bor xaltada? Qum debdi. Tushir, xaltani olsa qum. Bir bolaga qarabdi, yigitga qarabdi, bir qumga qarabdi. O'taver debdi. O'tgan. Kelyapgan haftasi yana velosipedni minib, xaltani ko'tarib olgan, o'tib ketyapti, to'xtatibdi. Nima xaltada? Qum debdi. Och. Ochsa yana qum. Bir qumga qararmish, bir yigitga qararmish. Va o'taver. Kelasi hafta yana velosipedda o'tyapti. Yelkasida bir hafta qum. Endi narka polis bilan kutib olishibdi haligida. Qumni ochib, itga hidlatib, qarasa yo'q. Narkotik emas. Yana hayron kutib olishibdi. Har hafta shunaqa ekan. Unga kameralar qo'yishibdi. Kimyogarlarni chaqirishibdi. Qumdan analiz olishibdi. Tillamikin nima hech, faqat qum. Yillar o'tgandan keyin o'sha chegarada, ya'ni nazorat qilgan polis nafaqaga chiqibdi. Bir joyga kirsa, qahvaxonaga, qahvaxonada haligi bola yigit o'tirganmish. Oldiga borib aytibdiki, "Men debdi ishdan ketdim" dedi. "Senga zarar bermayman. Menga to'g'risini ayt. O'sha seni shu qilgan ishingning tagini topolmay, yechimini bilolmay, uyqularim qochib ketadi. To'g'risini ayt. Meksikadan nima olib qochayotgan eding?" deganda velosiped degan ekan.